Ortimda dunyoning har bir davlatidan kelgan bittadan odam turibdi. Qaysi davlat eng zo'r ekanini aniqlaymiz. Chunki men ularning barchasini shu yerga olib kelib, tarixdagi eng ekstremal olimpiadada raqobat qilishlariga sababchi bo'ldim. Bizda yugurish, kamondan o'q otish, gimnastika, futbol va qilichbozlik bor. Lekin faqat bitta davlat 250 ming dollarlik oltin medal bilan uyiga qaytadi. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bu 3 ta to'siqdan o'tib olish uchun sizda 30 soniya bor. Har bir to'siq borgan sari kattalashib boradi va oxirida ulkan devor yopiladi. Tayyor turing. 3, 2, 1, boshladik! Biz olimpiadasining ilk sinovi boshlandi. Shoshiling! Bunaqa sekin yugursangiz yetib bora olmaysiz. Yugurishyapti. Bu jinnilik. Devorga qarang, u tez yopilyapti. Shoshiling! Og'ayni, ularni qara, go'yo zombidek. Xuddi bir qo'shinga o'xshaydi. To'da bo'lib yugurishyapti. Birinchi bo'lib o'tgan odamga qara. Juda oson o'tgan. Birinchimiz tayyor. Indoneziya birinchi bo'lib o'tdi. Ha! Uddaladi! Ular oltin medal uchun kurashyapti. Ziroq bo'la qolinglar. Harakat qilinglar. Devor yopilmoqda. Yana 8 soniya qoldi. Bo'la qoling, bo'la qoling. Shoshilinglar. Karl, tezroq, tezroq. Endi sizlar oltin medalga bir qadam yaqinroqsiz. Olg'a Amerika. Indoneziya, albatta buni bilasiz. Braziliya, biz yutdik. Yarımdan ko'p davlatlar ilk sinovdayoq safdan chiqdi. Endi 97 ta davlat yo'lni davom ettiradi. Kiringlar. Sizlarni nimalar kutayotganini tasavvur qila olmaysiz. Bir narsani eslab qolinglar. Sizlar o'z vataningizni himoya qilyapsizlar. Endi keyingi sinovni ochamiz. Barchaga omad. Bu safar sizlarga chinakabiga kerak bo'ladi. Keyingi sinovimiz hozirgacha qurgan va aqldan ozarli sahna bo'lishi mumkin. Gimnastikaga xush kelibsiz. O'lim gimnastikasiga. Ishtirokchilarni sahnaga olib chiqing. Har bir bosqichda 10 ta davlat qatnashadi. Faqat birinchi bo'lib markazdagi platformaga chiqqan 5 kishi keyingi bosqichga o'tadi. Bu tomondan bo'ladimi? U tomondan bo'ladimi? Qayerdan chiqishlari muhim emas. 5 ta o'tsa bas. 5, 4, boshladik. Tezroq, tezroq. Bo'la qoling. Bo'la qoling. Yaxshi. Bo'la qolinglar. Ularning tezligi juda baland-ku. Suriya shamoldek uchmoqda. Yiqilib. Ha, sen uddalaysan. Men senga ishonaman. Bo'la qol, tur. Yo'q. Men senga ishonaman, Suriya. Sakra. Bizda birinchi o'rin bor. Xudoyim, uddaladim. Ikkinchi ishtirokchi ham Men o'tdi. uddaladim. Qoyil. Mongoliya. Uni ortda qoldirmasang chiqib ketasan. Sen uddalaysan. Yo'q, xudoyim. Mongoliya bo'la qol. Oh, xudoyim. Uddaladim. Iroq, shunchaki ustidan sakra. Iroq, og'ayni, u seni ushlab qolmasin. Yur, olg'a, yur. Yo xudoyim. To'xtama, o'tib ket. Qoyil. G'alabaga bir qadam. Yashamoq. Keyingi guruhlarni olib chiqing. Bu musobaqaning qiziq joyi, qaysi tartibda chiqishlarini ishtirokchilarning o'zi tanlaydi. Kim oxirgi bo'lib chiqishini o'zingiz aniqlang. Yo'q, sen birinchi chiqmaysan. Agarda yashirincha chiqsang, o'zim seni tushirib yuboraman. Bu musobaqa axir. Unda omad, ko'ramiz. Boshladik. Bo'la qol. Yur, yo xudoyim. Xudoyim. Turma, yura qol. Bo'la qol. Tezroq. Yur. Yaxshi. Bo'la qol. Ishtirokchilar Yaxshi. ortda qoldirishyapti. Yuringlar. Qoling yigitlar. Uddalaysiz. Qoyil. Tezroq. Davom eting. Birinchi bo'lib araga yetgan odam bor. Shunaqa bo'ladi. Bu ahmoqlik axir. Yana bittasi osilib qoldi. Faqat 3 ta o'rin qoldi. Endi 2 ta o'rin qoldi. Tezroq bo'l. Ana Filippin, yur. Shoshma, ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'lib, sekin. Attang. Hey Argentina, bu ma'lumot yordam beradimi yo'qmi bilmadim, lekin bitta joy qoldi. Faqat sen qolding. Shu uchun kurash. Harakat qil. Kurash. Ha. Mahkam ushla. Yo'q. Messi. 10 kishidan atiga 4 tasi barraga yetdi. Bu haqiqiy telbalik. Ikkinchi o'yindan keyin hammasi yanada jiddiylashdi. Xudoyim. Bo'la qol. Amerika chiqib ketdi. Amerika. Yaxshi, juda soz. U chiqadimi? Yo'q, yana biri chiqdi. Turkiya. Kechirasiz, 5 o'rin allaqachon to'ldi. Siz shunchaki kechirasiz. Xayr. Endi esa so'nggi raund vaqti keldi. Janoblar, bitta maslahat bersam bo'ladimi? Yaqinroq kelinglar, tushib ketmanglar. Hey,
Bu yaxshi maslahat. Boshladik. Yur, yur, yur. Sekinroq. Bichi, yur. Ehtiyot bo'l. Bunaqasi bo'lmagandi. Ehtiyot bo'l. Xudoyim. Voy, hali ham ushlab turibdi. Mana endi bo'ldi. Samo, sen uddalaysan. Yur endi, yur. Ha. Suning uchun harakat qil. Bichi, suning uchun harakat qil. Qoyil. Yo'q, yo'q. Voy! Chiq, bo'la qol. Ajoyib vaziyat. Qani Samo. Bilaysan. Yiqilib tushdi. Yana ikki o'rin. Mana bo'ldi. Ha, yana ikkita o'yin. Qoyil. Tezroq. Yaxshi. Juda yaxshi. Qoyil. Bo'ldi. Yashavorasiz. Oxirgi beshtalikni topdik. Barchangizni tabriklayman. Bu sinovda yana 50 ta odam chiqib ketdi va endi 47 ta davlat qoldi. Xush kelibsiz yigitlar va bitta qiz. Bu bosqichda har bir ishtirokchi kamon bilan nishonga o'q otadi. Kim platformada turib nishonni poylay olsa, keyingi bosqichga o'tadi. Ammo qiziqroq qilish uchun har biringiz bir davlatga qarshi ovoz berasiz. Ishtirokchilar tomonidan berilgan har bir qarshi ovoz uchun nishon 10 futga orqaga suriladi. Ochig'i bizni davlat Isroilni unchalik yoqtirmaydi. Ko'pchilik ularni yoqtirmaydi. Biz ham yoqtirmaymiz. Germaniya, sen tarixda hamma joyni zabt etmoqchi bo'lgansan. Ovozlar butun dunyo bo'ylab bo'ldi, lekin bitta davlat alohida ajralib turdi. Kimga ovoz beryapsan? Indoneziyaga. Menimcha, Indoneziya eng katta xavf. Rostdanmi? Indoneziyani yoqtirmayman. Hatto unga smayl ham chizib qo'yibdi. Hammasi qayoqqa qarab ketayotganini ko'rib turibman. Oxirgi raundni ko'rdingizmi? U telbadek edi. Bu nima? Indoneziya. Xaritadagi mamlakatni chizdingmi? O'zimcha Indoneziya deb shu narsani chizdim. Birinchi bo'lib Guam chiqadi. Qani chiq. Nechta ovoz oldim deb o'ylaysan? Ehtimol 3 ta bo'lsa kerak. Ha, to'ppa-to'g'ri, 3 ta. Uchta? Voy, buni qayerdan bilding? Zalga boraman, chaqqonman. Epchillik bor. Kamon bilan birinchi marta to'xtash kelishingmi? O, Bundan ko'p narsa kutib bo'lmaydi. Guam! 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 Adashdi. So'nggi so'zing. wow! Men ham seni yaxshi ko'raman. Monaco 6 ovoz oldi. Ollala. Sochlaring chiroyli ekan. Rahmat janob. Chiroyli soch yaxshi o'q otishga yordam berarmikin? Shahzoda faxrlanadi. Yaxshi, ha. Asabiy emasmisiz? Yo'q aslo. Yutqazsam juda achinaman. Ey, u bizga kerak. Robin Hood keldi. Menga yaxshilik qilib nishonga urma, shunchaki 250 ming dollar yo'qotasan xolos. Nimadir gaping bormi? Imkoniyat uchun rahmat. Balki keyingi safar. Tinch okeani xalqi uchun. Ozarbayjon, marhamat. O'zingga ishon. Voy, nima bo'ldi? Uddaladim. Hayajonlanmayapsanmi? Masofa uzoq, lekin uddalayman degan umiddaman. Saudiya Arabistoni, sen yagona qizsan. Kamon esa sendan uzunroq. Oh, Voy, juda yaqin kelgan edi. Xayrlashamiz. Afsus. Indoneziya 12 ta ovoz oldi. Voy, xudo. Nishonni yana uzoqqa suringlar. Sen birinchi raundda hammadan oldindasan. Uddaladim. Chaqqonsan. Sen hammadan oldindasan. Ha, bilaman. Hozircha bu o'yindagi eng uzoq zarba bo'ldi. Nima deb o'ylaysan? Yetarlicha uzoq emas. Uzoq emas? Hazillashyapman. Voy xudoyim. Omad tilanglar menga. Omad. Chapga ketdi. Yo'q. Nishonga otildi, lekin o'q chapga ketdi. Kechirasiz, Indoneziya xalqi. Men bor kuchimni berdim. Juda ham afsusdaman. Bu ishtirokchidan keyin bizda 16 ta davlat qoldi. Ishtirokchilar, kiraveringlar. Marhamat. Bu bosqichga yetib kelganingiz bilan tabriklayman. Keyingi bosqichga o'tishdan oldin sizlarga bitta taklifim bor. Har biriga ichida 10 ming dollar bo'lgan kez beringlar. Bu 10 ming dollar-ku. Xohlasangiz 10 ming dollar bilan qaytib ketishingiz mumkin. Agar xohlamasangiz, uni pastga tashlab keyingi bosqichga o'tishingiz mumkin. Hammasi oddiy. Ixtiyor o'zingizlarda. Pastlar qaror qabul qilib ulgurdi. Lekin 10 ming dollar olib ketish uchun yaxshi imkoniyat edi bu.
Bu juda katta pul, lekin men yutishimga ishonaman. Bu yerga yutish uchun keldim. Men barchani yer bilan yakson qilaman. Mana bu odam taslim bo'ladiganga o'xshaydi. Men olaman. Olishni xohlaysanmi? Yaxshi, bitta odam oldi. Eng aqlli odam shu bo'lsa kerak. Yana bir ishtirokchi Fiji. Olasanmi? Ha, janob. Ha, Fiji! Fiji va Italiya pulni oldi. Navbat qilichbozlik shartiga. Yugurishda eng yuqori natija ko'rsatganlar o'z raqiblarini tanlaydi. Har bir juftlik birga bir jang qiladi. Kim birinchi bo'lib raqibiga qilich bilan tegsa, o'sha g'alaba qozonadi. Liberiya, qani raqibingni tanla. Moldovani tanlayman. Moldova, borib Liberiyani yoniga tur. Eritreya, kimga qarshi chiqmoqchisan? Oxirgi odamga. Lyuksemburg. Mayli keling, biz bu yerda urush boshlayapmiz. Men Tojikiston bilan. Yaxshi, Tojikiston. Madagaskarni tanlayman. Madagaskar. Sen bilanman, og'ayni. Ozarbayjon. Birinchi juftlik Samoa va Ozarbayjon. Oltin medalni olish uchun harakatdaman. Samoa. Aslida umuman hayajonlanmayapman. Hey yigitcha, bulardan biri oltin medal uchun kurashni davom ettiradi. Ikkinchisi esa boshliqqa qulaydi. Qani boshladik. Harakatlar kuchaymoqda. Kimdir hujum qilish kerak. Qani yigitlar. Samoa yutdi. Ular kiygan maxsus kiyimlarda haqiqiy Olimpiya o'yinlaridagi texnologiya bor. U kim birinchi zarba berganini aniqlab beradi. Bardam Iloj qancha? Ayash yo'q. Afsustaman. Ozarbayjon, oldinga chiq. Sen rasman o'yindan chiqding. Keyingisi Iroq va Madagaskar. Boshladik. Hammasi shu zarbaga bog'liq. Iroq. Qiziq, odamlarda davlat nomi bilan chaqirish g'alati tuyular ekan. Hozircha hech nima bo'lgani yo'q. Juda keskin jang. To'g'ri. G'alaba muborak og'ay. Sen yaxshi ko'raman, uzr. Men ham yaxshi ko'raman. Madagaskar, o'yindan chiqarilding. Voy! Keyingisi Sloveniya va Monako boshladik. Monako hujumga o'tmoqda. Yo'q, xudoyi. Qanday qilib zarbalarni hech biri unga tegmadi. Yo'q, u o'zini yo'qotyapti. G'alaba! Men Monako uchun bor kuchim bilan harakat qildim, lekin bo'lmadi. Keyingisi Moldova va Liberiya. Qani kel. Bu orqaga chekilyapti. Kris, ehtiyot bo'l. Kris. Men rostaga mushug'ini ko'rdim. Moldova yutdi. Yo'q, Liberiya! Va oxirgi jang Liviya va Chernogoriya. Ular aynan oltin medal ustida jang qilishadi. Senga omad tilayman. Rahim, shafqat yo'q. Boshladik. Medalga qoqilib ketma yana. Unga qoqilsa juda Shu kulgili yerga qadam bo'lardi. bosamiz. To'g'rimi? Nima? Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Kel zarbani yeb oldi, e'tiborni qaratmoqda. Va g'olib Liviya. Liviya keyingi bosqichda. Chernogoriya, kechirasan. Senga qarshi jang qilish sharaf edi. Shuning. Va shuning bilan men oltin medalni olaman va biz so'nggi bosqichga yo'l olamiz. Hozirgacha har bir davlat vakilini yugurishda, gimnastikada, kamondan o'qitishda va qilichbozlikda ko'rdingiz. Endi esa navbat so'nggi bosqichga. Penalti zarbalari. Qoidalar oddiy. Kim to'pni darvozaga kirgiz olsa, keyingi bosqichga o'tadi. Agar ura olmasa, o'yin tugaydi. Shu yergacha kelgan 7 davlat: Sloveniya, Moldova, Tojikiston, Eritreya, Liviya, Iroq va Samoa. Ichimda faqat bir narsani o'ylardim. Voy, men o'sha 10 ming dollarlik keysni boy berdim. Men o'zimga ishondim va g'alaba qozondim. Ko'pchilik yoshim tufayli menga ishonmagan edi. Lekin nima deyishadi? Kitobni muqovasiga qarab Men bu baholaman. zarbani Iroq uchun qilaman. Qani olg'a! Xotinim uchun harakat qilaman. Hamma ishtirokchilarni olib keling. Kelinglar. Esingizda bo'lsin. Ichingizdan bittangiz hozir 250 ming dollarlik oltin medalni qo'lga kiritasiz. Kim birinchi tepadi? Men birinchi. Yaxshi, Sloveniya birinchi. Bu juda oson bo'lish kerak. Agar u ura olmasa hayratda qolaman. Birinchi bosqich oson bo'ldi. Lekin bu uzoqqa cho'zilmaydi.
Endi hamma gol uryapti. Nima bo'layotganini tushunyapsanmi? Albatta. Chandler, darvozani keltir. Oo! Endi haqiqiy sinov boshlanadi. Ishlar ancha murakkablashadi. O'ylaymanki, birinchi ishtirokchi mana shu bosqichda chiqib ketadi. Juda tor bo'lib qoldi-yu. Bu katta bosim. Bunday bo'ladi deb o'ylamagan. Darvoza atiga 6 fut kenglikda. Aniq kimdir ketadi. Olg'a Sloveniya! Ha, kimdir chiqib ketadi. Qani olqishlanglar. Darvoza kichikroq bo'lsa ham baribir gol urishyapti. Yana ham qiyinlashtirishimiz kerak. Hamma gol uryapti. Oxir-oqibat kimdir xato qiladi. Birinchi xato. Afsus do'stim, sen o'yindan chiqding. Ha, bu alamli. U qayerga yugurib ketdi? Faqat 6 ishtirokchi qoldi. Endi to'siq qo'shmaymiz, lekin ularni toraytiramiz. Oh, yo'q. Chandler sig'adigan darajada. Qani Sloveniya, navbat senga. Va! Qoyil! Hech to'xtash yo'q. Shoshma, vaqt bor. Yo'q. Ishtirokchilar ketmaga chiqib ketyapti. Yaxshiroq o'ynashim mumkin edi, lekin bu hayotimdagi eng zo'r 5 kun edi. Tobora qiyinlashyapti. Ha, bu haqiqiy musobaqa. Endi 5 ta davlat qoldi. Men yutaman. Barakalla. Qani Samoa, seni navbating. Hammasi shu zarbaga bog'liq bo'lishi mumkin. Tomoshabinlar Samoa ijodi deb o'ylashyapti. Yo'q. Afsus, uddalay olmadi. Albatta yutolmaganim alamli, lekin bu ajoyib edi. O'ylaymanki, xalqimni faxrlantira oldim. Xudoyim, bu ham uddalay olmadi. Afsus do'stim. Voy, nimalar bo'lyapti o'zi? Deyarli har bir mamlakat bu o'yinda ishtirok etdi va endi oxirgi 2 davlat qoldi. Liviya va Sloveniya. Orangizdan bittangiz 250 ming dollarlik oltin medalni qo'lga kiritasiz. Jimmy hozir keskin burilish Juda qiladi. katta burilish bo'ladi. Yigitlar, to'siqlarni olib tashlang. Endi to'siqlar o'rniga sizlar bir-biringizga darvozabon bo'lasizlar. Zo'r. Qoidalar oddiy. Kimdir gol uradi, kimdir ura olmaydi. Shunda hammasi hal bo'ladi. To'pni ushlayman. O'zim ham hayajondaman. U meni aldadi. Ha, meni ham. U sovuqqon. Xo'sh, endi esa u gol urish kerak. Voy! Qoyil! Ushladi! Bu to'pni ushlab qoldi. Barakalla. Agar sen bu zarbani gol bilan tugatsang, Olimpiada g'olibi bo'lasan. Ishona olmayapman. Faqat zarbani aniq ber va g'olibsan. Men yutaman. Barakalla! Uddaladi! Qalaysa, ehtiyot bo'l, oxir 20 funt chiqadi. Bunga ishongim kelmaydi. Oltin medal, oltin medal. Agar buni sotsang 250 ming dollarga ketadi. Va Sloveniya kumush medalni oldi. Kumush aslida menga yarashadi. Tabriklayman. Sen eng zo'risan! Shu bilan Olimpiada o'z nihoyasiga yetdi. Faqat g'oliblar emas, ishtirok etgan har bir inson ham 2000 dollardan oldi. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, keyingisida ko'rishamiz. Bu Liviya uchun!